Bugungi videoda siz bizni uysiz, pulsiz ko'chada necha soat yashashimizni ko'rasiz. Короче, menda zo'r ideya bor. Biz ruchka olamiz. Ya'ni qaysidir magazindan tekinga so'raymiz. Agar berishsa, Ideya. sotamiz. Ozgina qimmatroqqa, ya'ni 1000 so'mmi qimmatroqqa sotamiz. Keyin unga yana ruchka olamiz. Yana ozgina qimmatroq, yana ruchka olamiz. Biznes qilamiz. Ruchkadan damdorga ko'tarilamiz. Bular o'tgan safar videosiga chaqirmagan. Qaysi videoga? Nega chaqirmadinglar? Sen yo'q eding. Brat, assalomu alaykum. Shunday bitta yordamli ish bor. Pulingiz yo'qmi umuman? Agar bo'lsa berib turing aka. Shunday qaytarib beramiz qachon? Tangami? 100 so'mmi, 50 100 so'mmi? so'mmi? Qog'ozchami? Bo'lsa ham Farqi yo'q. 5 so'm bor endi. 1000 so'm. 10 so'm. Addushi, brat. Birinchi pulimizni topdik. Ko'chadagi birinchi assalomu alaykum. Opa, ruchkani qancha dedingiz? 1000 so'mga bermaysizmi, opa? Ha, opchi. Opa, 1000 so'mga bermaysizmi? Mana opa. Rahmat, charchamang. Chiqishga nech? Peki 2000 dedi. Ha. Ko'ngildan so'radi. Birinchi biznes. Assalomu alaykum, brat. Ruchka bor edi. Qanchaga sotib olasiz? 2000 ga sotib olasizmi? Brat, sotib. Brat, 2000 ga sotib olasiz. Beravering. Birinchi maniz. Rozi bo'ling aka. Xo'p. Marrazmana. Bizda pul yo'q edi, lekin qayerdandir 1000 so'm topdik, shunga ruchka oldik va hozir shu ruchkani sotib 3000 gacha ko'tarildik. Brat o'zi 2000 bermoqchi edi. O'zi bermoqchimidi yo'qmi bilmadim. Men so'radim 2000 davay dedim. Keyin Aziz ko'rib qoldi 3000 bor ekan. Yet. O'tak. Ne turibdi ekanda pul? Qanday turibdi ekan? Qanaqa 1000 so'mni ko'rib qoldim-da, qanaqasi? Aka, beravering. Beravering. Rozisiz aka. Muhimi roziligini oldik, jigarlar. Qanaqa biznes ideya qilamiz yana? Ichilgan Hidrolife. Ichilgan Hidrolife sotmoqchisanmi? Go. Sotib ko'rish kerak. Quyilib, bakalga ichilganda hozir biz videoga olamiz. Qanchaga sotib olasiz? Men hozir oldindan pul yo'qda. Qancha toshga sotib olmaysizmi? Sotib olaman. Davay. Hamma shartmas. Olmaydi videoga, olmaydi. Olmaysiringlar qizlar. Qancha 5000 ga. Avra minus. To'xtaladi. KFC'ni salfetkasi maqsadga bo'ladi. Sotamiz buni, nima qilamiz? Assalomu alaykum aka. Salfetkani sotib olmaysizmi? Qarang, qancha zalga ketyapsiz ekan, chiqingizda kerak bo'ladi. Farqi yo'q. 2000, 5000 tanga bo'lsa ham bo'laveradi. 100 ming tanga. Bo'laveradi. 100 ming tanga. Sizcha aka? Mayli aka, charchavanglar. Yaxshi bo'lsa aka, salfetka sotib olmaysizmi? Brat, nima dedilar? Sotib olmaysizmi? Tanga bo'lsa ham bo'ladi. 2000 so'm ham bo'ladi, 5000 farqi yo'q. Ko'ngildan chiqarib. Voy. Mana. Charchamang. 3000 ga 2000 so'm qo'shildi. O'pshi hisob qancha bo'ldi bizda hozir? O'sha hisob Yak. Millioner. Du. Se. Chor panch. Panch. Qancha Qancha yig'amiz bo'ldi? uchalamiz ovqatlanishimizga 100 ming yetsa kerak. 90 100 ming yig'amiz. Kechgacha yig'a olamiz deb o'ylaysizlarmi shu summani? Da, конечно. Короче, orqamizda Fresh supermarketi bor. Hozir o'sha nechta ruchka kelsa, eng kam ruchkani olib chiqib sotamiz. Farqi yo'q. Supermarketning orqasida park bor. O'sha parkka kirib sotamiz. Ruchka. Bekur. 4ta. Ketdik. Assalomu alaykum. Hozir biznesni bular boshlaydi. Men chekada yurib kayf qilaman pullarimni. Men просто chill bo'yman. Nima qilishdan bilmayman. Просто yuribman. Chill emasmi? Yo'q. Pulimiz yetmay qolishi mumkin. Birinchi omadimiz keldi. Qanchadan ekan bilasan? Yo'q, qancha? Taxmin. 1000 so'm. 1,5 ming. 790 so'm. Jinnilar. Ikki top chiqaman yana. Yaxshi. 12 dan ham bular 3000 dan sotsak 6000 ko'p. Davay! Aytayapman, bular ishlaydi, men kayf qilaman bu videoda. Ruchkalar mana 500 so'mdan. Boshladim. Ruchkalar. Ruchkani qanchaga sotib olasiz? Ruchkani qanchaga sotib olasiz bittasini? 2000 bering. 2000. Mayli. Первый клиент есть. Rahmat aka. Charchamaysiz. Ichsizlom. Sizlar yaxshisizlar. Ruchkani qanchaga sotib olasizlar? Okey, tushunarli. Ruchka bor edi. Sotib olasizlar. Qarang, o'qiydigan qizlar ekansizlar. Oy, 2000 so'm. Assalomu alaykum. Ruchka sotib olmaysizmi? 2000 so'm. Salfetka ham bor, lekin. Pulimni kartada. Kartangiz shuni? Da. 2000 ga karta. Ruchka bor aka. Sotib olmaysizmi? 2000 so'm aka. Attiga 2000 so'm. Sotib olavering endi aka. Risk qilish kerak. Bo'ldi-da. Vo ana. Aka, charchamang. Yaxshilikka xizmat qilsin. Attiga 2000 so'm. Siz olmaysizmi? Siz tandir. Bizdan shartnoshmi? Charchamang. E'tiborotchani qarindoshi edingiz. 5000 0 dan 20 ming ko'tar. Ha, da. Общий. Ruchkadan hisoblashgan. Kechgacha qancha bo'ladi summang? 100 ming dan. Endi jigarlar menga yaxshilikka bitta uray. Sizlar ruchka olmaysizlarmi? Bitta yo'q deb qo'yinglar qachabi. Bitta gapirib keting. Ruchka sotib oling qachabi o'qiydigan qizga. Ha? Ne, sister. Ingliz. Go gapir. Pen, salfetka, apple. Radiat. İngilizce gapirdi menga. Qancha ish? Ruchka bor, salfetka bor. Yo'qda naqd emas.
karta qanaqa? Demak, uzun bilan Hamkor bank xizmat qilmas ekan bir-biriga. Kollaboratsiyasi yo'q ekan. Kollaboratsiya yo'q ekan. Uzun Hamkor bank, Luboy bank hamkor qilinglar, shunday boshqa vizadan boshqa vizaga tashlab bo'lmaydi. O'zlaringning ichida faqat ishlaysizlar, tiziminglarning ichida nimasi bu? Qizlar ruchka olmaysizlarmi? Arzon qilib beraman. 2000 so'm kolaga pul topasizlar. Ruchkaga ham pul topinglar-da. Olmaysizlarmi? Ruchka bor, ruchka o'qishga. 2000 mi? Mana 2000 ga ruchka bor. Bunga uka tarif berilgan. YouTube'ga kirasan, Instagramda yozasan, podpiska bosasan, saqlanib qilganingdan keyin uka internet ishlamay qoladi, yana o'zing ko'rasan. Ko'rding uka? 2000 ga orqasida shuncha maslahat. Ketdik. Yana o'zi bor. Tanimaymiz bu odamni, lekin ruchka sotishga harakat qilamiz. Assalomu alaykum aka. Mana shu zo'r ruchka bu. Eng chiroyli ruchkalardan biri. Attiga 2000 so'm. 2000 so'm yoki Qancha ham bo'ladi? Yozishingiz mumkin. O'zingiz ismingizni yozishingiz mumkin. o'qimasam. ukangiz bormi? Ukangiz yo'qmi? Bering. Ana, bizga bergan summani bermayapsiz hozir. Ya, bo'lmaydi aka, bo'lmaydi. Unaqa qilmang. Mayli. So'mtanga ham bo'ladi. Ha, mayli, bo'ladi. bo'ladi. Aka, charchamang, yaxshi kunlarda xizmat qilsin. 1000 so'm bor. Aka, almashtirib beravering. Yaxshilik yo'lida. Shunday kunlar keladi bir kun. Qizlar, 1000 so'mni almashtirib bermaysizlarmi? Sizlarchi? O'zingizlar bilasizlar. Ruchka. Zato bratlar ruchkani olib qo'ydik. Shunaqa marraz bo'ladi. Yaxshisiz, charchayapsiz. Shu ruchkani qanchaga almashtirib beradi? Sotmang aka. Lekin bunday qilyapti. Qo'ydi. Kartdan chiqsak bitta ruchka qoldi. Qancha pulingiz bor g'azna? 13 ming pulimiz qoldi. 13 ming? Yig'ildi. Omadsiz summa. Yiqilib tushishimiz mumkin. Alomatlari hozir ko'rinyapti o'zi. Alo Arsen. Lamdest. Ruchka bor, sotib olmaysizmi? Любой summaga 1000 sotamiz. so'm bo'lsa ham. Sira, o'chirmang. Assalomu alaykum aka. Ko'rik qilyapti brat. Ruchka borda aka, sotib olmaysizmi? Любой summaga. Ruchka borda aka, almashtirmaysizmi? Pulga 2000, 1000 so'm vashi farqi. Reально? Aka, rahmat. Respekt lekin. Gapirib o'tirmang. Qancha? Farqi yo'q, 5000. Blacknote bilan endi ruchka yana olyapmiz. Men kayf qilyapman, bor ishonaveringlar. Вот, спасибо большое. Спасибо вам огромное. Alishlar boy bachchalar. Tinchmi? Ruchka sotib olinglar endi. Gorillay pul bor bunga yo'q a? Ha, kuntelar. Endi Bekzodning navbati. Go, yomon uyalish borda bor menda. Assalomu alaykum, yaxshimisiz? Yo'q, zotlar, shashur. Bizda ruchka borda, sotib olasizmi? Qancha summa bo'lsa ham, 1000 so'm bo'lsa ham. Ati 2000 so'm. Bloknotlarimiz ham bor. Nima qilaman maktabga? 1000 so'mga ham bo'laveradi. Ha, qizingizga beradi, qiz nimadir yozadi bari. Bunga tarif Bitta ruchka. berilganda opa. 2000 so'm. Jinni, ruchkamiz bor. 2000 so'mda. Nevaralaringizga borib berasiz. Oy. Mayli o'g'lim. Prekinchi, mayli deyaptilar-da, lekin olmayaptilar. Ruchka bor, olasizmi? 2000 so'm. Olib keting, kerak bo'ladi bunga. Короче, biz hozir больницаga keldik, shahrimizdagi va mana shu biznesmenimiz ruchka sotib ko'radi medsestralarga. Qani ko'ramiz nima bo'lar ekan. Let's go. Просто tarif. Olatda. Assalomu alaykum brat. Bizda ruchka borda, sotib olasizmi? Любой summaga. Xohlasangiz 1000 so'm, xohlasangiz 2000. Любой summa. 50 ming tagida. Voy. Tanga yo'qmi? 500 so'm. Va, mayli. Ha, oy mayli, keyin safar basseynga tekin kirgizasiz. Yo'q, qimmati. 2000 qimmati. Ha, Ha, tushunarli. Mayli. aka, charchamang. Nega 100 mingga sotmaysan ruchka? Jinnimisiz? 100 ming desam, brat. Ushla. Bek ushlamayman, ushlay. Ruchka sotib olasizmi? Ruchka. Любой summaga. Ruchkada yozasiz, mana men bu ruchkangiz masalan arzonroq ekan, bu qimmatroq ruchka. Keyin Sotib olganman. bo'lib sotib olasiz. Atiga 2000. Xohlasangiz 1000 so'm tanga. Ro'yxat xonada Ko'proq kerak bo'ladi. Hamma pul shunaqa doktorlarda yo'q. Men katta bo'lsam doktor bo'laman deyapman. Ichkariga kirib chiqing. Mana bizda boshqasi bor yangiz. Rahmat, yaxshi ishlang. Shu darajada jinni. Yana g'azdan. Hamma yig'laydigan joyda bisolyapti. G'azna qancha bo'ldi? G'azni hali aniq bilmadim, sanamadi. Hozir xohlagan summangizni sotib olish anavingiz bor, huquqingiz bor. Qancha sotib ola olasiz? Sotib oling. Hangiz bormi? Кохонер лучше. Ustozing kim? Anvar. Charchamang. Привет. Как тебя зовут? Ксюша. Ксюша, смотри, сейчас ручка бор, ручка есть, купишь любую сумму. 2000, 1000. Ну, еще у тебя Инстаграм есть? Да. Ну, открой. Поиск дай. Это мой профиль. Подписаться. Men hapsga qo'yinglar. Нет, не отписай. Вот. Ну, спасибо. Qancha pullar bor, qizlar? Ruchka sotyapmiz. Ketdinglarmi? Keting unda rayoni. Masterclass ko'rsataymi? Afsus, blacknote ham bor, eski o'g'limdan sotib olaman. Ikkalasiga 10 ming beraman. Masterclassda G'azna. To'yga kirib, bitta ruchka sotib chiqamiz. Davay, tем более to'ydagilar ko'p pul beradi. Yaxshi ishlar, ruchka bor-da. Yo'q. Sotib oling. please.
Please be coming. Oh my god. Ben короче, postoyda ichiga borib mana jon ruchkani sotib ko'ramiz sizga. Ruchka sotyapsiz, ovoqlasizmi? Qaysi xola? YouTube'ga video olayotgandik, mana ruchkani 2000 so'mga sotishimiz kerak. Kimga sotsak bo'ladi shu to'yxonani ichida shu ruchka? Xohlagan insoningiz. Xohlagan inson. Xohlagan. Bo'ldi. Assalomu alaykum. Uzr, e'tiboringizni tortaman. Mana shu ruchkani sotishimiz kerak. Shunga qanchaga tayyorsizlar olishga ruchkani? Любой summaga. Kim oldida qancha summa chiqadi? Xohlagan summangiz, xohlagan. Rahmat. Mana ruchkangiz. Sog' bo'ling. Xo'p, rahmat e'tibor uchun. 2000 bolalar ishlar. Mana ruchkani любой summaga sotishim kerak-da. Kim tayyor любой summa berib, 1000 so'm talitangami farqi yo'q. Любой summa berib shu ruchkani sotib olish kerak. Rahmat aka. Mana sog' bo'ling. 4000 готово. Bratishka. Nechta sotdinglar? Ikkita sotdim ruchkani, o'zi ikkita qolgan. G'azna, ha. Ruchka bor edi, sotib olasizmi? 2000 aka. Yaxshisizlar qizlar. Qanday o'qishdan kelyapsizlar ekan? Sizlar kerak bo'ladi. Ruchka bor. Любой summaga sotib olish imkoniyatingiz bor. 1000 so'm, 2000, 3000 farqi yo'q. Qancha sotib olamiz? Mana. O qarang, qanday o'qishdan kelyapsiz ekan. Attiga 10 so'm. Ikkalasini 10 mingga berib yuboramiz. Mayli. Oxiri bitta qolibdi. Ikkalasi ham bittada. Estetika bo'lib yuradi. Ha, qancha ruchkani sotib oling. Shuncha gapirtirdingiz. Yaxshi, sotib olasizmi? Qancha pul bor? Любой summa, bratishka. Olsangiz bo'ladi. Hozir 2000 metr. Aynan 5000 sotib olaman bo'ladi. Bo'ldi. Charchamaga. Aysh qizlarda puli bor. To'q sotish kerak. Bloknotga o'zi 10 ming pulim bo'lsa, taksichiga beraman. Serios 10 ming pul. Yo'q, mayli, xo'p, rahmat, charchamang. Xo'p. Bloknotimiz oxirgisi qoldi. Attiga 10 so'm. Yangi. Olaylik. Olamizmi? Kimman men? Turnikchi? Turnikchi emas, workoutchi. Qani aytingchi workout. Labla. Hozir bitta bloknotimiz qoldi. 10 ming so'm. Attiga 10 ming. Pul yetmaydi-mana. Olib chiqmagan lishni pul, yo'qlamgan o'qiyverib qo'yaman. Ya, 12 mingdan ko'p-ku, unaqa qilmangdasiz. Bloknot maqam, o'zingni bloknotim bor. Sirlaringizni yozasiz, nomerlar, kerakli kodlar. Buni hidi ham bor, buni hidi ham bor. Hidi ham bormi? Ha? Hidis kelib turadimi? Ha. Cho'ta tanish ko'rindinglarda, Shanxayda o'qimaysizlarmi? Shanxayga borib kelganmiz. Shanxay brend face-da bu. Rasmga tushib olsanglar ham bo'ladi. Tanishoramizmi? Tanishaveringlar. Xohlasangiz instasini beraman. Yo'q, bolalar Instagram olmaydi. Bekzod Loh hamma kommentga yozsin. Da. Ne zachем? Ya же halol bo'y. Bitta akadan 1000 so'm olib ko'tarib kelyapmiz. 31 ming. Soat necha bo'ldi? 19:21. 1,5 soatcha bo'ldik. Yo'q, ancha ko'p bo'ldi. Anetdan somsa olamiz ham. Da, to'g'ri. So'us bilan o'tirib yeymiz somsa. Davay. Va do'stlar, uzun bank kartasi bilan sizlar avtobusda tekinga yura olasizlar va nafaqat bunaqa narsani qila olasizlar. Cashback ham ko'p ola olasizlar. Shuning uchun tezroq описаниеga o'tasizlar, registratsiya urasizlar, uzun kartani meni nomimdan, meni linkimdan. Обнял. Bismillah. Zo'rda somsasi bilan tanga ovqat, lekin kichkinada. Bak. Yazna. Ya bilgandim. Va shu payt biz o'tirib, mazza qilib, gaplashib, ovqatlanib oldik. Xullas do'stlar, shunaqa video bo'ldi. Agar yoqqan bo'lsa, обязательно like va podpiska. Bunaqa videolardan ko'p bo'ladi bizda hali. Bu birinchisi emas. Shuning uchun keyingi videolarda ko'rishguncha sizlar bilan xayrlashmaymiz. Gucci.